Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yangi YouTube kanalimga birinchi videomni yuklayapman. O'shani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Men sizlarga bugun ko'pinchalik Google akkauntingizni paroli esingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun shu Google akkauntingizda parolni qayta tiklashni ko'rsatib beraman. Uning uchun Play Marketga kirib olamiz. Keyin akkauntimizni ustiga o'tib, mana shu Google hisobni boshqarish degan joyga o'tib olamiz. O'tgandan keyin xavfsizlik va kirish degan joy bor. Shu yerga bosamiz. Shu yerga bosgandan so'ng parol degan joy bor. Parol degan joyga bosib, kutib turamiz. Kiradi. Kirgandan keyin tasdiqlaymiz. Mana hozirni parolni tasdiqlaymiz. Kirgandan keyin mana yangi parol deyapti. Yangi parol misol uchun Bahodir deb qo'ysak, yana xuddi shuni mana shu yerda Bahodir deb qo'yib, parol almashtirish desak, parol almashtiriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarimizda yana ancha narsalarni chiqarishga harakat qilamiz.